yoshlarga tabriklaymiz. Ularning umrlari uzoq bo'lsin. O'qimishli ovozli yetsin. Dua qildim, yolg'iz Xudoga yolvordim. Shirin joning omon bo'lsin deya yana. Dua qildim, yolg'iz Xudoga yolvordim. Otangni bor boyligi sen bergan Xudoga ming shukrlar. İsmiga ulug' inson seni bergan Allohga ming shukr. İsmiga ulug' inson Qonunchilar qarsaklar bilan hammamiz birgalikda bir ovozdan tabriklaymiz. Nurbiy akamizni bu yoshlardan tabriklaymiz. Ulug' zotlar ismida sen Davud bolam. Ularga ko'p o'qib yasha durud bolam. Uzoq umr ko'rib biroq inson bo'lib. Qo'shilgan yashamiz endi. Barcha yaqinlar, mehmonlar, qarindoshlar bilan bahar ko'ramiz. O'zbek ekan vallatam, salom berish odatim. Shuning uchun deymanki, assalomu alaykum. Avvalambor, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrbaland qadrdonlar, barchangizni xush ko'rdik, xush kelibsizlar. Mana bugun ajoyib fayzli xonadonlar birida bugun quvonchli kun, albatta bir yoshlik besh to'yi. Bugungi bir yoshlik besh to'ylari bilan Jajji ukamiz, Nurbekjon ukamizni bugungi bir yoshlari bilan bir yoshlik besh to'ylari bilan ota-onasi nomidan tabriklaymiz. Albatta dadajonlari bilan Sanjar dadasi nomidan, Shahnozaxon onasi nomidan bugungi Nurbekjon ukamizni bir yoshlari bilan tabriklaymiz. Ilohim mana shu yigitning umrlari uzoq bo'lsin, oltin boshi omon bo'lsin, kelajakda elimizga, yurtimizga naf tegadigan o'qimishli omadli yigit bo'lsin. Bugungi quvonchli kun bilan barcha yaqinlarni, ota-onalarni, qavmi qarindoshlarni bugungi bir yoshlik besh to'y bilan tabriklaymiz. Qani yaqinlar, qo'llar bo'sh bo'lsa, bir chiroyli qarsaklar bilan tabriklab qo'yamiz. Rahmat, salomat bo'linglar. Farzand oilaga bir olam havas. O'g'ildir, qizdir farzand bo'lsa bas. Eslasak bolalik paytlarimizni, ota to'g'irlar edi, ona to'g'irlar edi ayblarimizni. Baxt iqbol doim yor bo'lsin. Yurgan yo'llaringiz gullarga to'lsin. Omadingizni ko'rib ko'zlar quvonsin. Nurbekjon ukajon bugungi bir yoshingiz, bir yoshlik besh to'yingiz muborak bo'lsin. Qani endi davramizni yaxshi tilak, tabrik so'zlar bilan boshlab beramiz. Shunday ekan, barcha yaqinlar, mehmonlar, qarindoshlar xush kelibsizlar. Bugungi quvonchli kunlar hammangizga muborak bo'lsin. Mana shu Nurbekjon ukamizga bo'lgan, mana shu xonadonga bo'lgan bir chiroyli tilaklar, niyatlarni yo'llab bugungi bir yoshlar bilan tabriklab qo'yamiz. Qani marhamat, davramizni yaxshi tilak, tabrik so'zlar bilan ammajonlardan boshlab boramiz. Qani ammalari kelamiz, tabriklaymiz. Bugungi quvonchli kunlar muborak bo'lsin. Bugungi bir yosh bilan tabriklaymiz. Mana shu Nurbekjon ukamizni bugungi ilk yoshlar bilan tabriklab, chiroyli tilaklar, niyatlarni yo'llab qo'yamiz. Marhamat. Mana bugun Shahnoza singlimizdan Sanjarbek bolamizning farzandi Nurbek bir yoshga to'g'ri ekan. Shundan hamma mamalarni, farazlar, duolarini, Nurbek asalarni hammasini shu o'tirgan araytular hammalarini
tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Shu farzandimiz Xudoyim kelajakda neki arzularda katta qo'yayotgan bo'lsangiz, hamma niyatlaringizda ro'yobga chiqaradigan farzand bo'lsin, suyanchingiz bo'lsin. Ömürleri uzak olsun. Rahmat, salomat bo'ling. Qo'llar bo'sh bo'lsa chiroyli qarsaklar chalib qo'yamiz. Muhabbatdan yaralgansan ayoli. Nazokatdan yaralgansan ayoli. Bu dunyoga joningni berib, sadoqatga aylangansan ayoli. Qani marhamat o'ramizda yana bir bora yoshlik tabrik so'zlar bilan davom qilamiz. Onajonlar tabriklaymiz bugungi quvonch kunlar muborak bo'lsin. Mana shu Nurbek akamizni bir yoshlar bilan tabriklab qo'yamiz. Rahmat. Qizim Shahnoza, kuyovim Sanjarbekning o'g'li Nurbekning 1 yoshga to'ldir ekan. Shu yigit Xudoyim ota-onasini mehrli, aqlli, xushli, o'qimishli yigitlardan biri bo'lsin. Xudoyim shu uyda hamma vaqt to'y bo'lsin, to'y deb kelik. Hammangizni shunday aqtiqlarga yetiraversin. Xudoyim hamma sog' bo'lsin. Tabriklayman. Qizimdan. Rahmat, salomat bo'linglar. Onajonimiz uchun chiroyli qarsaklar chalib qo'yamiz. Umrlar uzoq bo'lsin. Ona bor uyda yashash boshqacha. Onaning tarafi yu mehri boshqacha. Tug'sa ham 90-100 yoshgacha ona bor dunyoda yashash boshqacha. Yashaydilar onamiz bizlarni o'ylab, tunu kun Xudodan baxtimiz so'rab. Onasi yo'qlardan so'raymiz uzr. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Ilohim hammamizni baxtimizga ota-onalarimiz sog' bo'lsinlar. Biz farzandlar vaqt kamolini ko'rib, hamisha quvonib birsizlar. Yana bir bora Nurbekjon akamizni bugungi 1 yoshlar bilan tabriklaymiz. Doramizni yana bir bora yaxshi tilak tabrik so'zlar bilan davom qilamiz. Yaqinlar qish kelibsizlar. Bugungi quvonch kunlar hammangizga muborak bo'lsin. Mana shu Jorj akamizni 1 yoshlar bilan tabriklab qo'yamiz. Shu bola katta bo'lganda da ota-onasini mehrli, yurtimizga foydasi tegadigan Babalara ham ketdimi? shunday hamma vaqtda yaxshi to'ylarga Rahmat, salomat bo'linglar. Tilaklariga, niyatlariga qo'shilib qolamiz. Qani endi bobojonlari, otajonlari kelamiz. Nurbekjonni bugungi 1 yoshlari muborak bo'lsin hammangizga. Mana shu ukamiz kelajakda bir omadli yigit bo'lsin. Mana shu yigitning to'ylarni bosh o'birish sizlarga nasib etsin. Yana bir bora bugungi 1 yoshlik besh to'ylar hammangizga muborak bo'lsin. Marhamat. Sünnet toylarına, uylangan toylarına bilen koymayı nasip et olsun. Vakti olsun sonra. Uzak ömür versin. Şu sünnet toylarına, ulkan toylarına rahmet etsin. Aqtırıp, tebriklemen, 1 yaşka to'lgan ekansan. Xudoyim sening baxtini ota-onang so'yirsin. Qolaversin Xudomiz otang so'yirsin. Birindoq otasi. Xudoyim sunnat to'ylaringda da, ulqon to'ylaringda da shu umraham boshqasi bo'lib tursin. Xudoyim hammani uyida shunday yaxshi kunlar bo'lsin, baxtli kunlar bo'lsin. Hammangizga kelganlaringiz uchun rahmat. Oilalaringizga sog'lik, salomatlik bo'lsin, baxt bo'lsin. Va sizdan aqlarni shu bolaning sünnet to'y, diğer to'ylarda o'tirmoqdasiz. Mangitskiy qana? Yengizda yetti ton tutib. Şuna
Afg'oniston tomonga kelganmiz. Ular jumla uzoq bo'lsin. Ular shu katta to'lanma nasib etsin. Sizlar mahfuzat qiling. Ularni to'lanma nasib sizlar bilan tushunaman. Shunda deymiz hammamiz ham yaxshilikqa yo'yildik. Allohga aytganda ham shu Xudoyim shu yaxshi kunlarga kelsak, yana tabriklayman. Rahmat. Tilaklarga, niyatlarga qo'shilib qolamiz ilohim. Yurtimiz tinch, osmonimiz esa musofo. Har kunimiz mana shunday to'yu bayram bo'lsin. Nurbekjon akamizning umrlari uzoq bo'lsin. Qarindorimizga birindiroq onalari kelamiz. Qara marhamat taklif qilamiz, tabriklaymiz bugungi bir yoshlik besh to'ylar hammangizga muborak bo'lsin. Qara marhamat taklif qilamiz o'ramizga. Qara marhamat tabriklayga tursinlar. Yaxshi kunga, to'yga kelgaysizlar, shu balam sunnat to'yinda, kelin to'yinda o'tirmoq hammamizga nasib etdi. Hammamizga atam bosh bo'lib yuravergan. Rahmat, salomat o'g'illar, qara marhamat davramizga Suraya ammalarni taklif qilamiz. Aytadi-ku, amma keldi, hamma keldi deb. Tabriklaymiz ammalar bugungi quvonch kunlari muborak bo'lsin. Uzoq yash bersin, o'qimishli yigit bo'lib yuraversin. Sunnat to'ylari, Qur'on to'ylarida yurmak nasib etsin. Sardor opasining nomidan, Sabra amasining nomidan tabriklayman. Sanjar ukamdan shu tabriklayman. Xudo ko'zingizni quvontirib yursin. Rahmat, salomat o'g'illar, qara marhamat davramizga Nasiba ammalar kelamiz, xonalar kelamiz davramizga. Bugungi Nurbekjon akamizni bir yoshlardan tabriklaymiz. Qara marhamat taklif qilamiz davramizga. Xalolar kelamiz. Qara marhamat. Sanjarbekni Ahmadzasini bunga birasi Muhammadonni tabriklayman. Xudoyim shu sunnat to'ylarida, kelin to'ylarida jan yaxshi etib o'taylik. Kelolmay qolgan elamning nomidan tabriklayman. Tilak yo'llamagan. Taklif qilamiz davramizga mana shu Nurbekjon akamizni bugungi bir yoshlari bilan tilak yo'llamaganlar bir tilaklar niyatlarini yo'llab qo'yamiz. Qara marhamat. Tabriklaymiz hammangizni. Yo'llamagan. Qara singillar kelamiz. Bugungi Nurbekjon akamizni bir yoshlar bilan tabriklab qo'yamiz. Qani hech kim tabriklamaymi? Qara marhamat. Nurbek, tug'an o'qishlar kirib, opamning dadangning baxtini sog' yurgaysan. Muhabbat doim bor bo'lsin. Quvonch va shodliklar sizga yor bo'lsin. Men sizga tilayman juda ko'p tilak. Nurbekjon akajon bugungi bir yoshingiz, bir yoshlik besh to'yingiz bo'lsin muborak. Qani endi onajonlarni taklif qilamiz. Tabriklaymiz bugungi farzandingizning ilk yoshlari muborak bo'lsin. Sizlarning vaqtingizga hamisha sog' salomat yursinlar. Mana shu yigitning yutuqlarini, baxti kamolini ko'rib quvonib berish sizlarga nasib etsin. Qani endi mana shu farzandingizga sizlarni tabriklab kelgan barcha mehmonlarga bo'lgan chiroyli tilaklar niyatlarini yo'llab qo'yamiz. Mana gaplar sizlar. Matonlar eslatib o'tamiz bugun sizlarning xizmatingizda surpriz loyihasi jamoasi olmoqda. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Qani endi mana shu Nurbekjon akamiz nomlariga atalgan
to'y shirklarni kesamiz. Barcha yaqinlar, mehmonlar, qarindoshlar, onajonlar bilan, ammajonlar, xolajonlar bilan baham kiramiz endi. Qani qo'llar bo'shimizdan chiroyli qarsaklar bilan kechib ko'taramiz hammamiz. Bugün getiriyor şarkı oraya olsan. Yürümekte, yerimizga, yurtimizga naf tugadigan o'quvchi odatli yigit bo'lsin. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz barcha navbatlarni. Davom qildiramiz. Sizlarning xizmatingizda surpriz loyihasi jamoasi bo'lmoqda. Suratlarni chiroyli qilib shu yerda o'zimda ishlab beramiz. Hammaga rahmat. Güzeller içinde
Çıkamra diğer aynalık güller Diysem ana diysin yara bilmesin Diysem ana diysin yara bilmesin Diysem ana diysin yara bilmesin Her nefes sağlığınaman kumarım sen kumarım Sensiz ben ağrınaman derde dalım sen dalım Her nefes sağlığınaman kumarım sen kumarım Sensiz ben ağrınaman derde dalım sen dalım Gözlerin yüzlerime, yüzlerin yüzlerime Ah benim üzgüneme yaraşkan yarım benim Gözlerin gözlerime, yüzlerin yüzlerime Ah benim üzgüneme yaraşkan yarım Kapkara gözlüm beni Koşuray ferişte yüzüm beni Tımala
Koşma doğrudan sarı. Hayatın tutuyoruz. Bugün askere tamamı koyuyoruz. Aşığım yolda, ben sen. Danışkan avtobus, esler her yana. Koşuklar yazar, tillerde durur. Uzamay umutunu yürekten alır. Aşığım yolda, ben sen. Danışkan avtobus, esler her yana. Koşuklar yazar, tillerde durur. Uzamay umutunu yürekten alır. Savcı salacak, köyüme varacak. Şu gitarist kavminizmden köyümü alacak. Gül alacak, savcı salacak, köyüme varacak. Şu gitarist kavminizmden köyümü alacak. Ben sana yok demem. Aşkla biraz göremen oyla, göremen oyla. Ben sana yok demem. Aşkla biraz. Tapacak, maşin alacak, çiğ çay salacak.
kaldın sen? Nerede yürürsen? Ey dağdan açıya gelmin, sen de kalgaysan ey, kaltırak kalgaysan. Nerede yürgenin bilalmin, telefonun açelmin. Nerede yürgenin bilalmin, telefonun açelmin. Sındırıp içlerimde yakıpla kalgaysan ey, dendire kalgaysan, sevgiple kalgaysan. Dendire kalgaysan ey, sevgiple kalgaysan. Hırsız yüreğimde otlara kalgaysan ey, iş kalgaysan ey, sevgiple kalgaysan. Dağdan açıya geldin, nerede kaldıysan ey, yağmurda kalgaysan. Gelmelerin bir yana, kapılar bir bahana. Gelmelerin bir yana, kapılar bir bahana. Şantırır dilin beni, bırak kalgaysan ey. Dendire kalgaysan, sevgiyle kalgaysan. Dendire kalgaysan ey, sevgiyle kalgaysan. Kapılar bir bahana, bırak kalgaysan ey. Attırap kalgaysan. Sözüm,
İnat qamat, inat boy, inat bazm, inat to'y. İnat qamat, inat boy, inat bazm, inat to'y. Göz oldimda mo'jiza, göz oldimda mo'jiza. Ne balo bu, ne balo bu, ne dayan bu xushro'y. Alalay, 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 alalay. Qani sizga qarasam, yagona o'tinchim Allohdan mumkin sizdek baxtli insonlarni ko'proq yaratsin. Yana bir bora Nurbek akamizni bugungi bir yoshlar bilan tabriklaymiz. Yana doramizga kechib kelgan mehmonlarimiz bor. Taklif qilamiz bugungi quvonch kunlari muborak bo'lsin. Mana shu Nurbek akamizga mana shu xonadonga bo'lgan chiroyli tilaklar, niyatlarni yo'llab bugungi bir yoshlar bilan tabriklab qo'yamiz. Qara marhamat. Shahlas kechib keldim. Sabablar bilan. Shoy Nurbek ukam barib shoy 100 yoshlarga to'lib bergan Xudoyim. Vaqtida sog' bo'lg'ay. Rahmat, salomat bo'linglar yaqinlar. Qani marhamat taklif qilamiz. Bugungi quvonch kunlari muborak bo'lsin. Mana shu Nurbekjon ukamizni bir yoshlar bilan tabriklab, chiroyli tilaklar, niyatlarni yo'llab qo'yamiz. Marhamat. Shahnozasingizni tabriklayman. Bir yoshlik bolasini bir yoshlig'i bilan o'qigan yigit bo'lib, shu o'qimishli bo'lib yuraversin, vaqtini, ota-onasining vaqtidan sog' bo'lsin. Shu opamlar tabriklab qo'ydi, tabriklab qo'ying. Shahnozani tabriklayman yana bir bor. Rahmat, salomat bo'linglar. Yana bir bora barchangizni bugungi quvonchli kun bilan, bugungi bir yoshlik besh to'y bilan tabriklaymiz. Nurbek akamiz umrlari uzoq bo'lsin. Oltin boshi omon bo'lsin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan surpriz loyihasi jamoasi bo'ldi. Hammaga rahmat. Qo'yamiz. Shahnoza singlimizning o'g'li 1 yoshga to'lib, Xudo xolisa doim shu bolamiz katta yigit bo'lsin. O'qimishli, omadli, baxtli, ota-onasini mehribon yigit bo'lsin. Elimizga, yurtimizga foydasi tegadigan yigitlardan bo'lsin. Oldinda o'ynab, kulib, quvonib yuravergay. Bizlar ham shu sening quvonib yurganing quvonib o'tiravergaymiz. Baxtli bo'lgaysan, kuy bola bilan. Ishlari yurishib, kuy bolani ham niyatlarini aytavergay. Har doim to'y deb kelik uyga. Rahmat, salomat bo'linglar. Hech kim qolib ketmadimi endi?
kutaman sen. Danışkan avtobus esleter yana. Koşuklar yazarman tünlerde turur. Uzalmay ümitini yürekten uğrur. Aşığıp yolda kutaman sen. Danışkan avtobus esleter yana. Koşuklar yazarman tünlerde turur. Uzalmay ümitini yürekten uğrur. Aşık bolup kaldı ya da bizde, hey ikimizde. Sanlardan kızıl göylek giygemizde, hey giygemizde. Aşık bolup kaldı ya da bizde, hey ikimizde. Sanlardan kızıl göylek giygemizde, hey giygemizde. Akağız günde derdiler dolar. Danışkan köçede kırılıp kalar. Yol karar saçımın akar.